Bo'lar zani bugun o'yinimiz bor. Yangi qo'shilganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ну, в общем, bugun bizada o'yin bor. Tovarskiy o'yin. Bugun bizni qo'llab-quvvatlaylar. Biz albatta o'yin yutamiz. Скорее всего, men bitta time bugun vartada bo'laman. Keyin ikkinchi time полевой bo'laman. Скорее всего, endi trenerni ularga qarab. 1 metr chunki orqaga bo'laman. So'ramay qolishi mumkin-da. Давай. Удачи. Рома, удачи. Удачи, пацаны. О! Давай, бачок. Himoyachilarimiz tomonidan mana shunaqa xato yuzaga keldi va Forza jamoasi bundan unumli foydalanib darvozamni ishg'ol etdi. Daliba. Далее. Hey, bachok qilmasdi. Ushbu uchrashuvda biz himoyachilarsiz o'ynadik va darvozam tomon mana shunaqa zarbalar juda ham ko'p bo'ldi. Дидаев, ребят! Давай! Летит нас. Дидаев, Хава, не бросайся! Ребят, эй! Ey! Qo'lzashi asib, Miron yordam ber. Ey! Встречай! Пардон! Бехрус! О, брат, до конца играй! Подавай! Бро, выйди! Raqib jamoada navbatdagi yaxshi imkoniyat bor edi. Men bilan birga bir vaziyatga chiqdi, lekin bu zarbani men qaytardim. Qaytargan to'pga ularning hujumchisi birinchi bo'lib chiqdi, zarba berdi, lekin noaniq. Сука, блядь. Эй, играйте до конца, эй! Ushbu vaziyatda men Boburga pas bermoqchi edim, lekin yo'limdan akanodir chiqib qoldilar. U kishidan uzr so'rayman, qasddan qilmadim bu narsani. Давай, бачок. Baribir ham himoyachilarsiz o'ynash juda qiyin. Ularning hujumchilari mana shunaqa vaziyatlardan foydalanib darvozamizni ishg'ol etdilar. Hisob 2-1. Не даёт! Хорош нас!
Forza jamoasi hujumchisi uchrashuvda 4-golni kiritdi va hisobni 1-4 ko'rinishiga olib keldi. Himoyachilarsiz o'ynash albatta juda ham qiyin. Shu uchrashuvda bizga himoyachilar yetishmadi. Fair play. Hisob 2-4 bo'libdi. Nodir aka jarima zarbasidan unumli foydalanib, hisobni 2-4 ko'rinishiga olib keldilar. Lekin birozdan so'ng uchrashuvda ozgina janjal boshlandi va bu ishqalga olib keldi. O'yin bekor qilindi. Ozgina ishqal bo'ldi. Shunga o'yin bekor bo'lyapti.